Assalomu alaykum. Bugun biz soliqlarni qanday qilib optimallashtirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu jarayonni ikki qismga bo'lib ko'rib chiqamiz. Soliq imtiyozlari va preferensiyalar va soliq to'lovlarini rejalashtirish. Birinchidan, soliq imtiyozlari va preferensiyalardan foydalanishni o'rganish zarur. Masalan, ba'zi sohalarda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar uchun maxsus soliq imtiyozlari mavjud. Ushbu imtiyozlardan samarali foydalanish soliqlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Keyinchalik soliq to'lovlarini rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Yil davomida soliq to'lovlarini oldindan rejalashtirish va strategik qarorlar qabul qilish orqali nafaqat soliqlarni kamaytirish, balki kompaniyangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlash ham mumkin. Xulosa qilib aytganda, soliqlarni optimallashtirish uchun soliq imtiyozlari va preferensiyalardan foydalanish va soliq to'lovlarini rejalashtirish kerak. Sizni qiziqtirgan savollarga javob olish uchun bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.